Bugünkü üçüncü programımızda İran bilen Xitayning hamkorligi nomida degan temada to'xtalamiz. 2020 yılı 7 ayının 14 günü Amerikadan poçt kesitida bir xabar chiqdi. Buningda İran bilen Xitayning 25 yıllık bir hamkorlik bir to'xtamini oshkorlanganligi, buning tasdiqlanganligi to'g'riliq bir xabarlar nima qildi. Buning 25 yıllık to'xtamning hamkorlik to'xtamining Xitoyning saldigan mablag'i 400 milyard dollar ekanligi o'ttirdi. Demak, bu nimadan derak beryapti deganda, Xitoyning yangidan bir şekilde İran bilan hamkorlik şeklida o'zining dunyodagi ba'zi bir kuchini texmi zo'raytish va Eronni mablag' silish orqali mayli O'rta Sharqda olsun, mayli dunyodagi bir mühim halkılık rolünü yo'qotmaslik va o'zining bu kompartiyasini, bu hükümetini saqlab qolish uchun bir qadam atganligi o'tirdi. Bu planning 2000 xabarda, bu planning 2016 yılı Xi Jinping tarafidan o'tirib qo'yilganligi, lekin bu izchil turda, keng turda bir amillashmay o'tgan ay, ya'ni 6 ayda Eronning ruhoniy doisi tarafidan tasdiqlanganligi, shuning bilan birga bu xabarda, hozirgidagi xabarda tafsiliy bir oshkorlanganligi o'tirdi. Demak, bu kelishimning mazmunida, qarindoshlar, asosliq mazmunida deyilgandek, Xitoyning Eronning dengiz, port, anandan keyin temir yo'l, qatnash, poçt telegraf va shunga o'xshagan qurol yarog' ishlab chiqarish, harbiy jihatdagi hamkorlashish qatorliq jihatlardagi sohalarga mablag' soldiganligi o'tirdi. Ya'ni 25 yil jarayonida izchil shaklda Eronning neftni Xitoyning setib olganligi, shunga o'xshagan bu jarayonda Eronga bir şekilde ABM'ga o'xshash sohalarda poçt telegraf olsun, temir yo'l olsun, bu bundaq xalqaro oshkorlangan qismi, yoshirin qismida yadro qurollarni ishlab chiqarish olsun, anandan keyin harbiy jihatdagi hozirlikqa bu Eronga mablag' silish degan ma'nosida o'zining O'rta Sharqdagi kuchini zo'raytish, ilg'or tipdagi qurolli yarog'larni sinab qilish, buni Eronga setib berish berdiliga Eronning neftini ilish qatorliq bu nimalari yoshiringanligi, undan boshqa Eron bilan istixborot jihatdagi hamkorlikning nihoyatda keng turdi, zich bo'lganligi xabarlarda qayd qilinmoqda. Demek, Xitoyning bu şekildeki 400 yıl oldin tuzgan planning o'tgan oyda amallashib, buning jiddiy turda ishga ko'rilishi hozirgi xalqaro vaziyatdagi Xitoyning bir şekilde başka bir qadamni ilishga, ya'ni Rossiyani tashlab qo'ygan şekilde Eron bilan bir şekilde hamkorlik o'rnatib, bu Eron kichik inisini o'zining yeniga elib turib, bir şekilde Amerika qarshi birlik sep qurayotganligi aniq. Ama Amerika bu xabar o'tirishga, bundan buyon Amerikaning istixborotlari bu xabar uchurlari bo'lgan bo'lsa, lekin poçt kesiti orqali chiqqandan keyinki Amerikaning darhol buningga bo'lgan inkosi nihoyatda jiddiy bo'layotdi. O'zimiz bilgandek, ayni 13-числа tashqi ishlar ministri Amerikaning Pompeo efendim Xitoyning Janubiy dengiz aralığı nispeten kanunsuz deb bekitganligi o'ttirdi. Demek, Janubiy dengizdagi aralning Xitoyning sun'iy aral barpo qilganligi, uni kengaytganligi, u yerga harbiy hozirlik, aeroplan porti va qurol yarog' skirat qatorliq degandek narsalarni barpo qilganligi dengizning, Janubiy dengizning atrofidagi o'lkalarga, davlatlarga tehdit bo'lganligi hamda u kanalni qamal qilgan razil suiqasdning borligi
ayanti. Bu ne? Amerika bu da resmi şekilde onun aralının kanunsuz aral ekanligini e'lon qildi. Hamda keyingi qadamlarda bu aralni qandaq yo'qotish va buni qandaq shaklda bartaraf qilish qadamlari ilinganligi o'ttirdi mulohaza qilinmoqda qarindoshlar. Onun uchun demak Xitoy hammamiz bilgandek 2018-yilda boshlab savdo urushi shaklida bir narsalarni o'ttirib chiqib bir şekilde bu jazo yurgizganligi savdo jihatdagi savdo jig'ining taraqqiy qilib bugungi siyosiy jihatda bir kengayish bo'lganligi Xitoyning mayli iqtisodiy jihatdagi vayronchilik bo'lsin ko'rayotganimizdek mayli siyosiy jihatdagi xalqaro vaziyatdagi bu virusning tarqishi sababli bütün xalqaroning nafratiga qarshilik uchraganligi dünyada hemmimiz bilgendek aynen 500 mingdan artıq insanın ölüşüge sebepçi olan bir virusunu tarqatıvatqanlığı. Mana bugünkü gündüm o Xitayning bu virusunun mana O'rta Osiyo ve başka dünyanın yerlerde qaytadan ikinci davalg'ush şeklinde yeyilayotganligi o'tirdi qarindoshlar. Onun için dünya Xitayning rezilligini, Xitayning çoğu qara niyetini bilgen bo'ldi. Bunun uchun çok qadam ilib aynan bütün nimedeki Xitoydagi cho'ng shirkatlar asta o'zining davlatiga va boshqa davlatlarga cho'ng sanoat bazalarini boshqa yutkayotganligi aniq qarindoshlar. Xitoyning mana bu suv afati, kelkun afati bilan Allohning yordami bilan Xitoylarning cho'ng halokatining tezlashayotganligini ko'ryapmiz. Bunun o'xshagan shaklda Xitoyning iqtisodining chekinishi bilan Xitoyning bu o'zining ishlab chiqarish olsun, ishsizlik olsun, nurg'un qiyinchiliklarga duch kelayotganligi o'tirdi. Xitoy hamda eng oxirgi bir koziri bir şekilde İran'ның bir dünyanın nimasi uchrayotgan Amerikaning iqtisodiy embargosi bilan turayotgan bir davlatga bevosita şekilde mablag' silish ve onu qo'llash ve bir şekilde bununla hamkorlik turib Amerikaga qarshi şekilde o'tishi Amerikaga jang e'lon qilganlik bilan barabar bununla deganda Amerika ciddi şekilde yani o'tgan yil bilimiz 12 ayda İran'ның qo'mondoni Sulaymanni Amerikaning boshqarilgan bomba bilan mashinasida portlatib o'ldirib etganligini hammamiz bilamiz. Demak, mushundaq şekilde en terörçü degan nomga ilingan Amerikaning yani İran'ның baş terörçülerinin ne qandaq şekilde yo'qotganligini bunun uchun yani harakat ilib berayotganligini hammamiz ko'ryapmiz. Ama mushundaq bir davlatga Xitoyning hamkorligini texmi oshkora o'tirg'a chiqib, hammamiz bilgandek mayli Chawshan bo'lsin, mayli İran bo'lsin, mayli Rossiya bo'lsin, bu to'rt taraf şekilde hamkorlik şekilde ish ilib berayotgan. Ama bu do'qinimida Xitoy Rossiyani nima tashib etib, Rossiyaning uzun muddatlik nimaga yaramaydiganligini bilib, buni tashlab İran bilan bir şekilde o'tirg'a chiqishi bu hamkorligini qo'yaqlishish ve Amerikaga qarshi şekilde ilib berayotgan harakatları demek Amerikaning Xitoyga jazo yurgizish qadamini texmi tezlatganligi o'tirdi qarindoshlar. Demek Xitoy mulohazalarının degandek Xitoy o'zining putiga o'zi yana bir qadam paltish yaptı. O'zining halokatini tezlashtirish uchun texmi cho'ng bir qadam atdi deyapti. Shunga o'xshagandek qarindoshlar, Xitoy tajovuzchilari qanday bo'ladi desanglar, inshaalloh pat muddatda bu şekilde Xitoy keyingi chekinish bo'ladi. Keyingi chekinish bo'ladi. Halokati texmi tezlashadi. Hozir ishsizlik nisbati oshdi. O'zining siyosiy ishida davolg'ush jo'naxaning ichidagi tarafdorlarning ovozi bir-biriga zich texmi eshiyotidu. Hozir jazo yurgizib Xitoyning ayni 4 amaldorini jazo yurgizganligini e'lon qildi. Shanghayning alaydi rayon nimasini elib etdi. Hong Kongga alaydi jazo yurgizdi. Bu daqi nimada Hong Kongning muhim ishga qo'l tiqqan, ya'ni Hong Kong xalqini bostirgan amaldorlarga ularning mol mulki olsun, ularning her şekildeki nimasiga embargoni, yani jazoni yurgizdi. Shuni bilan birga
Emdiki Xitayning baş əməldarları məsələn Xi Jinping, Wang Qishan və şuna oxşaş Chang Wei'nin içindeki şu 7 Chang Wei'nin içindeki ən ulağımı cəza yürgüzüş mümkünçülüğü bağlığını sözləb atıdı. Demək, bunun için kişi qanday mağdur desanlar, texmi ciddilişke, hatta ki kurallık tokunuş tarafiga qarab mağdur. Xitayning içindeki avval qanday olsanlar, Xitaylı eğir çekiniş oldu. Açarçılık nemesi ayna həmmimiz görgəndək hazırki su apıtı, çiketki apıtı ve onun başqalam Xitayning özünün işləp çıxırışının tüvəlişki əgişib açarçılık ahvalları eğirləşki başlaydı. Pul pahalılığı buludu. Anın dinkin içkijet, issizlik texmi işki başlaydı. Issizlik aşqandikin qalayımqançılık xalq qo'zg'olonlari meydonga keladi. Buna bilan birga Xitay texmi şekilde acizleşiş, g'aljirlashish tarafdori bo'ladi. Bunun bilan birga Xitay ya bir davlat bilan urush qilishga atlanadi, urush qilish orqali xalqning davlatning ichini ciddi holat orqali kontrol qilish tarafdori bo'lishga boshlaydi. Ya bo'lmasa pachoqlanib, tez holatda pachoqlanib tashlab bu başka şekilde hükümet almışış derisiga bordi. Bu ikki yo'l var Xitoyga. Birisi bütün yani bekiniblam, ishki jihatlam, ish darvozini taqablam, o'zini xalqqa qattiq qo'llik qiliblam, o'zlari degandek mayli o't cho'p yemdi, mayli tasmasini yemdi, nimasi yeb bir şekilde ciddi holat orqali o'zining ömrünü yani hokimiyatini davomlashtirishga majbur bo'ldi. Bu birisi. Bu uzak olmaydı ama bir mezgil tirishib bakıdı. Yani birisi ciddi holatla tashqi jihatki besim bilan, embargo bilan Xitoy ishtik şekilde ichki jihatdan parchalanishga, hokimiyat almashga boradi. Bu ikki yo'l var Xitoyning. Hem ikkili yo'li hokimiyat almashga bordi, ama qaysi yo'l bilan bordi, ham buni keyingi vaziyatdagi ahvolini tushunishga to'g'ri keldi qarindoshlar. Shuning uchun mana bugungi kunda Pompeo'ni tashqi ishlar ministri taklif qo'yaplar. Bizning Sharq Turkistonda virusning ciddi holatga kelganligi, Urumchidan qamal qilinganligi, Qashqardan qamal qilinganligi xabarlarni ko'ryapmiz. Demak, deganda Xitoy bir şekilde o'zi deb qo'yib, bu gapni Pompeo'ni taklif qo'yib, andan keyin bizning vatanning ichida virusni barpo qilish orqali bizning vatanga kiradiganlarning tekshirish imkonini yo'lini to'sash maqsadla bu ishni qilganlik hamda xalqimizni tedirgin holatda qo'rqitish, Uyg'ur kishilik qonun, siyosiy qonunning ma'qullanganligini o'ch olamiz degan o'ch ilishning birinchi qadami ekanligini ilgari surmoqda analizlar. Demak, Xitoy tajovuzlari har xil shaklda unda qozonga mandaq shaklda tadbir olamiz degan shaklda harakatlarni elib beryapti. Ama shu narsa aniqki qilinishlar. Xitoy halok bo'ladi. Xitoy halok bo'ladi, ama qachon halok bo'ladi, qanday halok bo'lganligini tam vaqtini bilib ketolmasak-mi, ama halok bo'ladiganligi, vayron bo'ladiganligi bütün shu kommunist tajovuzlarning yo'qaydiganligi bu aniq haqiqat. Ama bizning-chi deganda biz bu Xitoy tajovuziga qarshi qaysi yo'lda turamiz, qanchalik izchilligimizni davomlashtiramiz, qanchalik darajada bedel to'laymiz, bu o'zimizga bog'liq narsa. Shuning uchun hammamiz har shaklda umidvorlik bilan birga o'zimizga tushgan imkoniyatimizga yarasha amaliy harakat bilan nimamizni davomlashtirishimizni, harakatimizni, qarshilik harakatimizni davomlashtirishimizni bir şekilde ittifaqlashib, her şekilde hamkorlashib dunyoning har qaysi yerlariki qarindoshlarimizni qo'lni tutishib Xitoy tajovuzlarining halokatini tezlashtirish uchun hassa qo'shishni umid qilaman. Hamma Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatulloh.